Kechi, o'tir. Opa, men ishimni qachon hal qilib berasiz? Qaysi ishing? Opa, menga ish topmadingizmi? Pochcham bilan gaplashmadingizmi? Ish masalasidami? Gaplashganim yo'q. Ishlab nima qilasan? Bu nima deganingiz? Bolalarim kap-katta bo'lib qolgan bo'lsa, ishlashim kerak, o'qishim kerak. Anu aqlxon Nozima menga aql o'rgatib ketdi. O'qishga kirib o'qirmi ishla. Ishlamas ekan. Ishlab nima zarur deb ketdi. Eri boqa olar ekan kerak bo'lsa. Unda biz g'irt ahmoq ekanmiz-da. Bir umr ishlaganmiz. Men maktabni bitirmasimdan ishga kirganman. Tikuv sexida ishlagandim, esizdami? Esimda. Men-chi 6-sinfdanoq ishlab boshlaganman. Sarpoyimni ham o'zim qilganman. Ota-onamizga qiyinchilik bo'lmasin, yordam bo'lsin deganmiz. Hozirgi yoshlar-chi, umuman boshqacha o'ylashadi. Gohida balkim to'g'ridir deb o'ylab qolaman. Men bir umr pochchayni ortida turdim. Pul yo'q paytlarda tirgak bo'ldim. Kechalari bilan gazni tepasida turib narsa pishirib sotdim. Pochchayni puli ko'payib, ishi yurishib ketganda ko'rding-ku nima bo'ldi. Boshqasini topib oldi. O'sha uchun hozir qadrimga achinaman. Ayol kishi avvalo o'zini o'ylash kerak ekan. O'zini tushunish kerak ekan. Mana shu bir qarich qiz Nozima menga shu narsani o'rgatdi. Endi hammani sharoit har xilda, opa. Kimnidir eri topadi, kimnidir eri topmaydi. Keyin ayol kishi ishlasa o'zi uchun ishlaydi. Tajribasi oshadi, jamiyatga qo'shiladi. Shunaqa. Men qara. O'lib ketsin. Dunyoni g'am tashvishi tugamas ekan. Hammasini unutab, o'zimizni yaxshi ko'rib, mazza qilib salonga borib kelmaymizmi? Pulim yo'q-ku. Voy, opang bor, nima haming bor? Aylanib kelamizmi? Boramizmi? Ketdik. Bo'ldi. Televizorni o'chiring, opa. Ana. Uyimizda motam. Buvim bilan adam motamda o'tirishibdi. Hech qisi yo'q. O'zlariga kelib qolishadi. Bir-ikki kun siqilishadi, vijdonlari qiynaladi. Keyin hammasi o'z joyiga tushib ketadi. O'sha xotinning nimasi yaxshi? Bir g'alati xotin-ku. Lekin haydab poplading jiyan. Endi kampirni chalg'itish kerak. Chunki dadang onasini aytganini qiladi.